Assalomu alaykum. Bitta spalni komplektimiz tayyor bo'ldi. Spalnisi tumbuchka bitta, hozir bu chappa turibdi, aylantirib qo'yiladi. Shkafi 230 ga 230 bo'lgan. Kiyim qo'yiladi, prostatak. O'rta polka. Telefon kiyim uchun mo'ljallangan. Pastga tortma qo'yilgan. Tandem mexanizm, vakuumlik. Material MDF krasa qilingan. Pastda mana bu tosh oynasi stol qilib berilgan. Qo'shimcha polkalar bor tepada ham. Bunga ham tandem mexanizm qo'yilgan. Vakuumlik, ishlashi zo'r. Eshiklar hammasi vakuum.